Xo'p, qoshlar birinchi bu qaraganda qoshlarga nigoh tushyapti. Bu degani quvvati kuchli, energiyasi bor, ya'ni biron bir ishni boshlasa, bu qila oladi, erisha oladi degani. Sochlari ham ko'ryapsiz, tikka, qaysarroq, ya'ni o'jar, o'zini aytgandan qolmaydigan, maqsadiga erishuvchan, ba'zan esa ser jahilligini ham ko'rsatadi. Burunga qaraymiz, tepasi ingichkaroq, pasti kengroq tushgan. Bunday insonlar ambitsiyasi kuchli, irodasi baquvvat, har bir maqsadini chiroyli olg'a amalga oshira oladigan insonlarda kuzatiladi va pul topishni ham biladigan insonlarda kuzatiladi. Labga e'tibor beramiz, lablarni pastki qismi qalin. Demak, inson hayotda zavqlanishni biladi, qaysi yaxshi, yomonni ajratishni biladi. Ko'zlariga diqqat qaratadigan bo'lsak, nigohi o'tkir, chuqur joylashgan. Bunday insonlar sevgi, mehr, muhabbat talabi bo'ladi. Bularga yaxshi gapirib, bularga qancha g'amxo'rlik qilsangiz, shunchalik sizga mehr berishni va bularni siz qo'llashingizni istaydigan insonlar bo'ladi. Quloqlari mana tikka ko'tarilgan, eshitishni xohlaydi. Faqatgina bularga ma'qul bo'lgan so'zlarni eshitish yoqtiradi. Daxallariga e'tibor beramiz. Liderlik qobiliyati bor, boshqaruvchanlik xususiyatiga ega, lekin butunlay qisman olib qaraydigan bo'lsak, yuzlari mana bu qismlar yanoqlari chiqqan, ya'ni ozgina bolalik feysi ham bor, ya'ni yuz ko'rinishi. Bunday bolalar beg'ubor deyiladi yoshligidan. Endi katta bo'lib yetuk yoshiga yetganida esa haligacha beg'uborligi saqlab qolingan, samimiylik kuzatiladi, sodiqlik ham bor. Faqatgina bunday insonlar bilan mehr muhabbat, sodiqlik bilan chiroyli munosabat o'rnatish mumkin. Ha, yana bir narsani aytib qo'yishim kerak. Ko'zlarni nigohga qaraydigan bo'lsak, mana bu chet qismlariga bunday insonlar ba'zan mug'ombirlikni ham, firibgarlikni ham agar eplasa, juda maromiga yetkazadigan insonlar bo'lishadi.